O'g'limni 2024-yil dunyoga keltirdim. Xo'jayinim bilan sevishib turmush qurdik. To'yimizga 12 yil bo'ladi. 3 nafar qiz farzandim va 1 nafar o'g'il farzandim bor. O'g'limni 2024-yil dunyoga keltirdim. 2024-yil homiladorligim juda ham qiyin o'tdi. Kamqonlik, bosh aylanish, har doim har oyda больницаga yotardim. Yoshim 31da, xo'jayinimning yoshlari 35da. Bu orada men xo'jayinim xiyonatlarini sezib qoldim. Sinfdoshlarim xo'jayinlari o'tib qopti. Shu sinfdoshlari bilan sevishib yurgan ekanlar. Men o'lim bilan kurashib, xo'jayinimning zurriyotlarini ko'tarib yursam, ular faxsh ish qilganlari menga juda ham alam qildi. 3 ta farzandimni oq yuvib, oq tariyman. Qaynona, qaynotamning xizmatlarini yugurib qilaman. O'sha sinfdoshlariga yozgan xabarlarni o'qib yuragim chilparchin bo'ldi. Xo'jayinim bilan u ayol bir-biriga uyatsiz rasmlarini jo'natishgan. 12 yil ichida eshitmagan uyatsiz gaplarimni u ayolga aytibdilar. 4 ta farzandim uchun chidashga majburman. Singlim yo'q, dardlashay desam, kimga yozishni bilmasdan sizga yozdim deb gaplarini tugatdilar bir obunachim. YouTubedan keladigan kommentariyalarni hammasini o'qiyman. Iltimos, meni taskin topishim uchun kommentariy yozishsin. Qadrimga va qilgan mehnatlarimga achindim deb gaplarini tugatdilar. Qizajonlar, sizlardan chiroyli kommentariyalar kutib qolamiz. Insonni insonga beradigan eng foydali narsasi maslahatdir deb o'ylayman. Albatta kommentariy kutaman. O'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar qizlar. Sizlarning fikringiz bizga juda ham muhim.